kerak. Nima sotib yuribsiz? Qallam. Qanchadan sotasiz o'zi? Ha. Kidarjon otingizmi? Najibullo. Ha, Najibullo sizmi? Ha, ro'ziga necha dona g'alla sotasiz? 2 dona bu 2 jaba bo'ladi. 2 jaba? Ha, yaxshi gap. Qayerdan bilasiz? Mo'g'oldan bilasiz. Ha, siz o'lga necha nafarsiz? 5 nafar. Ha, kim? Onam bor, ukam bor, shukrullo, Abdullo. Qandoq ro'ziga qancha topasiz bu g'allani? Mana qirpa qoladi, qirpa go'ziga beraman. Qirib ham qolmaydi. Qolmaydi. Qancha olasiz bu g'allani dastasini? 260. 260, 300 tuzalamiz siz. 300 tuzaladi. Qirib ro'ziga. 2 bastani sotasiz, 1 basta. 2 ta ham bo'ladi, 1 ta ham bo'ladi. Ha. Ro'zigor qandaydir? Nonavor xonada o'zingizmi? Ha, o'zi. Boshqa ukayingiz dinoqalaringiz ishlayotganmi? Ishlayolmaydi. Olib o'zingizda ham biror mushkulingiz bormi ko'zingizga? Ko'zda ayb bo'libdi, ham parda olibdi, ham zaxm bo'libdi. Ham nima bo'libdi. Ha, bu o'yga bironta bechora otangizki muallim edi. Hozir shu taqovat pulisi ham yo'q. Ro'zgor o'yini kim o'tkazadi? Ro'zgor o'yidan shu mardimga ko'mak qildi, ana shuni bilan o'tkazib o'tdi. Hozir shu o'ylaringizga nima kamburiyat bor shu bilasizmi? Ana buni birinchi yog'on ishlar. Inshaalloh sizga birinchi yog', qo'l va degan har zotki shu o'y ichiga zarurat bo'lsa, ma'od avvaliga sizlarga inshaalloh olib boramiz biz. O'zingizda olib boraman do'konga, har zot kerak bo'lsa, inshaalloh olamiz. Tashakkur. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandoqsiz akajon? Yaxshimiz, men Najibulloman. Najibullo. Ulusvoliya? Ulusvoliy Darzobda. Ha. Nima ish qilasiz siz bu? Mana shu g'allada 260 bo'lamiz. Bundan ham qirqa qolamiz deymiz. Bundan ham ish qolmaydi. Shuni sotib yuribmiz. Mana qilib bo'yga mana shu ishtimi mardim bek ko'mak qildan o'shani yeb o'tiribmiz. Bo'yga ham 5 nonxo'rmiz. Mana shundan shu mardim berganni yeymiz, uni qilib o'tiribmiz. Otamni marmana vafot qildilar. Maqsad ishtimimizdan yo'q. Ana shu mardim berganga haqida qancha tashakkur qilib, duo qilib yeb o'tiribmiz bizlar. Bechora otangizni taniyman, sarmallimi edi, bizada va ustodi biz edi, buzrukvordir, uylari shod bo'lsin. Xudoyimxon xudoy bir yaxshi odam edi va bir odamni donishmand edi. Ruhlari shod bo'lsin. Biza yo'q edik, eshitolmaymiz. Degan Inoqajon bu nonavo degan shu ma'od g'izoi bo'lsin, ma'od avvaliga bo'lsin, o'yga to'xtatgan kishi tanho o'zingizmi? Men o'zimman. 5 nafarmiz degan. Ana shu o'zimman ana shu. Yetvan o'shani yeb o'tirib biz ma'lum beradi, ko'mak qiladi, ana shuni yeb o'tirib. O'yni katta o'g'li sizmi? Ha, hammadan kattasi menman. Najibullajon, shu nechta inoqa, 2 ta inoqangiz bor dedingiz. U 2 ta inoqangiz nima ish qiladi? Ular ham ko'r qila olmaydi, bekorani o'yib o'tirgan. Yana birtasiku u ham yesrao nima, u ham majnunroq, majnunroq. Ya'ni ishmishga tushirmaydi, bir zotni bilmaydi. Ishni bilmaydi. Xudoon shifo bersin. Aziz do'stlar, Najibullajon ro'zg'or va mana shu mushkulot izindagi bo'lsin, shundan kam bo'lgan va degan do'stlarga shu inoqalar Turkiyadan, Erondan, Afg'onistondan bo'lsin, har yerdan shu bir miqdor, masalan, qatra daryo bo'ladi degandek, shunda qatra hamkorliklarini qilgan, ko'maklarini qilgan. Inshaalloh Najibullajonga biz bir yaxshi hamkorlik qilamiz va o'sha o'zlarini aytadi, ko'ziga parda olibdi, mushkulotlari bor ekan. Inshaalloh doktor sohiblaridan xohishimiz borki, doktor tishim har bir doktor tishim ko'zli doktori omadalida olsa, mana shularni ko'ziga royagon qarasa, biz undan oldin xursand bo'lamiz. Chunki imkoniyati molisi yo'q bo'ladi. Aziz inoqlar, hammalaringdan meni siposguzorlik, tashakkurlik qilamanki, bu o'yga, bu Najibullajonni pomiliga hamkorlik qilganlaringdan va biz ham mana shu o'yga, mana shuncha ma'od g'izoi va mana bir miqdor puli naqdda inshaalloh bularni qo'liga eshittiramiz va degan do'stlar, meni ham
shundoq birlikka va birdamlikka va o'sha xayr saxovat uchun hamkorliklaringizni qilib turinglar va inshaalloh shundoq oilalarda shundoq bebazavat kishilarni qo'lini ko'tarishlik uchun sizlarning himmatlaring kerak. Inshaalloh Najibullajonning uyiga boramiz, uyini yog'dan ko'ramiz va bularni inshaalloh bir miqdor qo'limizdan kelgan hamkorlikni qilamiz. Najibullajon degan aytilayotganingiz bo'lsa mana Erondan, Turkiyadan, har yerdan shu jahondan ko'rib turgan javohirlarga. Javohirlarga ham hammasiga tashakkur, hukumatlaridan ham tashakkur, nima qilsin, bizlarimizni yo'qotish, bundan ham hol ko'rmasin, nima bo'lsin tashakkurli qilaman hammasidan, shu javohirlardan. Turkiyaga, Eronga tashakkurli, ko'p tashakkurli qilaman. Najibullajon birodar, sizni ko'zingiz uchun, sizni shu mushkulotingiz uchun inshaalloh men doktorlar bilan tamasga bo'laman. Zudtaring fursatga sizni ko'zingizda amaliyotiga inshaalloh men ko'shib qildiraman, bildingiz? Yaxshi tanish doktorlarim bor va bir ham mushkulot u ukalaringizning mushkulotini aytdingiz. Ularda ham asabdan mushkuli bormi? Nimadan mushkuli bordir? Ularga ham inshaalloh hamkorlik bo'ladi. Asabdan bor, onam mariz yotganim u ham talaba qilaman deydi. Zaxm bo'lgan onam. Shu qo'ltiq tayoq bilan yuradi. Aha, uni aytsam tayoqqa osib Xo'p, Xudo shifo bersin. Shu janglarda o'qtiga bo'lgan zaxm. Qanday bo'lib zaxm bo'lgan? Avon borib tushdi. Uylaringga avon tushdi. Xo'p, Xudo shifo bersin. Bu talafot uylaringga yo'q edi. Zaxm bo'lgan. Bu sizni ko'zingiz o'sha yerdan bo'lganmi yoki Sora bo'lgan? Sora bo'lgan. Ha, inshaalloh Xudoning hammalaringizga shifo bersin. Sizlar bizlarning iftixorimiz, sizlar hech vaqt o'zlaringni kam olmanglar. Mana shu javohirlar bor, shu yigitlar bor, shu millati g'ayru darzob bor. Inshaalloh sizlar qo'llaringdan ushlaydi, hamkorliklarini qilib turibdi, yana ham qiladilar. 3 yil bordim doktorga, 50 ming qarz olib onam deydi xotinlardan. Mana qarzdorman ham, ular ham pul berib kelyapti. Bilibman yo'qki nima. Doktor sizni nimangizni ko'rdi? Qaysi doktorning oldiga bordingiz? Doktoram charvi jigar, charvi xun bularim baland, ham biydadan amal bo'lganman. Ham nima bor, yeronilar qand deydi. Undan u ham baland. Ana oyoqlarim og'riydi. Xudoning shifo bersin va aziz do'stlar, ko'rasizlar Najibullajon va ikkita inog'alari bor. Yana umuman o'sha fikrli yozdan, asabdan va o'sha nima deymiz? Xudoning bularni majnun yaratgan. Xudoning bularni yana bir inson majnun yaratganki hamma bizga ulgu, bildingizlarmi do'stlar, inog'alar? Mana sizlardan xohishim shu, jiddan xohishim shu oilani yakka qo'ymanglar. Misli shundoq oilani har yerga bo'lsa ko'maklaringni qilib totaylar. Sadaqa ijoriya sizlarga eshitib totaydi. Najibullajon, xush bo'ldim akajon, uyingizga boramiz inshaalloh. Uyingizdan shu nima imkoniyat bor, kamchiliklarimiz bor, uyingizni buzilishini olaman inshaalloh. Ukalaringiz bilan o'ltirishamiz. Men yaqindan yerda bo'ladi inshaalloh, uylaringga ham kelaman. Tashakkur. Assalomu alaykum. Hech vaqt norohat bo'lmang. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا Qanday ma'lumot bor, narsa bor? Bularga maqsad badal bilan. Ha. Ro'ziga qancha non sotasiz? Ro'ziga bo'ladi 500 olti. Bo'ladi, yaxshi. Borini rozisimi o'zi? Bo'ladi rozi. Ay, bo'ladi, yaxshi. Chiqaring qani patirladi. Bah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان
قلبي يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق عجب الأخوان مانا تناونا يدي سدوي تكمل يعقل من قرآن الزمان مانا شيء قرأت الناس سدوي زي كذي رات سعيد تشكر سلامت دي كانوا كويس تري باقي كيجوا باقي كي باقي أنا كشكنا كيرجع كشكنا ونوتن ما شكر الله شو هاي صافسم از طرف بنیاد خیریه کاریابی جوانان ولسوالی در داب با پاملای مرحوم خدایرم خان محمود به خاطر تداوی بچه هایشان دکترشان یک عده کمک جمعاری کرده بودن به خاطر امنای دامله صاحب و منجان اینجا ما مردم معذب کرده بودن و صاحب ارباب امنا را به امانت را به صاحبشان تسلیم بتین همه را آوردیم برای شما این به خاطر خانهشان و مواد غذایشان چند قلم مال هستن آرد و برنج و روغن و کشمش و همه چیزی که به نیاز خانگی هست آوردیم این مبلغ 25,000 افغانی پول نقدهشان است از طرف بنیاد خیریه کاریابی ولسوالی درزاب است بر رأسشان جناب محترم دامله صاحب تیموری نعم الله خان هستند عبدالله خان هستند اونجا از اونها یک جهان سپاس و تشکر میکنیم که به خاطر خانواده های غریبا اینقدر تپ تلاش میکنه یک چیز را برای ما رای میکنه ما و شما امانت را به امانتدار بسپاریم از جوانانی که در ولسوالی درزداب یک جهان سپاس که با درکشان با خدمتشان با عرق جمیل حلال به دست کارشان برای ما رای میکنه این را به شما تسلیم میکنه شما امانتا به اینا میتونید با اظهار سپاس و تشکری یا از این برادرهای جوانان بنیاد خیریه که اینها واقعا مستحق شناختن و مستحق درکم کردن البته از اینجا هم همین مستحق شناختن واقعا اینا مستحق ترین طبقه همین وقت همین هستند دو تا سه تا اولادشون هم تو هم مریض شکر داره هم مجنون صفت مادرشون هم معلول و پدرشون هم یک چند روز پیشتر از دنیا رفت فقیرترین جامعه هستند و مستحق هم هستند و از اون جوان ها که مثلا ما بسیار سپاس میکنیم که برای همین مستحقین همین ساحه و همین منطقه همین کمک کنن خدا تعالی برایشان خیر عطا بکنه همیشه پیروز و کامیاب بگردانه و شما برادران که این کمک تکنیکی کردین و در اینجا آوردین و این را به مستحقینش رساندین از شما هم زیاد اظهار سپاس و زیاد تشکر میکنیم خداوند خیر بده واقعا مستحق هستن و ما را در نظر خود ما همی که امام مسجد هستیم در همین ساحه هستیم یک سفید هستیم و طبقه های چیره مستحق خوب بهتر میشناسیم همین مستحق ترین طبقه است که اصلا به جای مستحق رسیده خیر ببینن اما جوان ها هم شما هم خیر ببینین که اما همین کمک اونا کردگی را به مستحق شما رساندن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Domla sohib ijozalaringizdan Domla sohib Idris va shu pomilda Domla sohib Idris namoyandalari yana mana shu kishi mariz ko'zlariga va Tinavmi musohibasini oldi hamma gaplarni aytdi mana bu kishi Shukurullojon yana bu pomilga 3 ta ukalari ham bor uchavi ham ayni Majnun Majnun 34,400 afg'oni shu guruh Koryobini tarafidan hamkorlik bo'lgan ekan. Hoji sohib 9,100 afg'onisiga biz xarid qildik, mana shu osoyillarni oldik. Mavod xo'rakani 25,300 afg'onni sizni qo'lingizga topshirdik. Yaxshisi men dafatan onalariga taslim qilaman. Onalar bir ma'lul. Vaqan shundoq ma'lulki ana shu sohaga shu bam tushib nihoyat darajasi bilan shundoq bir tirik qoldi deb surat. İnşallah unga shundoq qilsinki meni gapimni qilsa, meni bir musafir bilsa, men bularni jiyanlari bo'laman, bir vaqtdan imom masjidlari bo'laman. Shuni shu bir rupiy ham agar onasi, shu avlodlarning haqiga xiyonat qilsa, men ham yoqasidan ro'zi qiyomat olaman, sizlar ro'zi. Bir narsani yodg'or qilay. Mana shu qariyalarga bir guruh xayriya degan nimasi bor. Mana shu guruh Batavga guruh Yuzbegiga, guruh Qaroyiga bir xayriya degan guruhlari bor.
shu guruhlardan jamg'ora qiladilar. Bir bu emas, boshqa mustahiklarga ham bizda shu ko'maklarni mana uruzlari bir havla alab oldi. Ha, eshitdim. Havla alab oldi, jamg'ora qildi, mana boshimni mana shu hammamiz bor edik. Ularga ham yetib topshirdik, o'sha xayriyalar tarafidan yetib berdik. Mana bir tiyda tuzatdik, mana ko'rib o'tamiz. Mana shunada tayyor qilgan. Hamma ulusvoliy darzobdan, korgarlaridan, hammalaridan sipozguzorlik qilamiz, tashakkurlik qilamiz, zahmat qilib shunday bir joylarga ishlaydi, ularga uni payas qo'mondan, ular mana maqtub sodi hammamiz ko'rganmiz. 15 tabaqa, 10 tabaqa, 20 tabaqaga ishlab, kechani kechada mayli, kunduzni kunduzda mayli ishlab, mana shunday qilib g'ariblarni yuqlaydi-da, o'shalardan bir jon sipozguzorlik qilamiz, tashakkurlik qilamiz. Xayratlarini Xudoy pok qabul qilsin. Hoji Domilla sohib Xudramatni Sarmalim sohib bizga ma'lumlik qilgan va Sarmalim ustoz ekanlar. Baxshi muarifga xizmat qilgan ham bois ustoz, ham bois Sarmalim bir xodim edi bechora axirlar mariz bo'ldi, falash maraziga giriftor bo'ldi. Ko'p taklif bo'ldi, ko'p azob. Taqriban bir oydan ko'proq hech gap bera olmay shunday azob bilan nima bo'ldi bechora. Xudo joylarini jannat. Ha, Xudo joyini jannat. Xudoga g'arq rahmat qilsin. Shu o'sha inoqalar shukrlik qilibdi va sizlar ham mana shu ko'mak taxnikani qilib shu kelibsizlar, hammaning xar ko'ngillar. Duo bering. وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم. Tashakkur. Shu qog'ozlaringizni biror ber. Endi bu 25.300 ko'mak bo'lgan kan yana boshqa narsalar bilan kiritilib maydonga to'xtagan. Endi shu sizlarda raisi, famil sizsiz. Bizlar ham Muloymon masjid, hamsoya, qopda ko'makni keltirib va taslim qildilar. Shu inoqalarga Xudo xayr bersin, shifo bersin. Mana bu 25.300 rupiya. Meni xohishim checha sizdan shuki, shu pulga bir rupiya xiyonat qilmang. Katta xarjlik qilmang. Qandoq hamki bo'lsa shu pulda shundoq darlaringga yarating. Har roz bundoq ko'mak muyassar bo'lmaydi. Bir Xudovand barobar qildi, sizlarga rahmi kelibdi. O'sha kechalar sizlar qop zaxm bo'lib sizlarni ko'cha balandga intiqol berdik. O'sha rozlar Xudo taoloning yodiga bizlardan chiqqan bilan. Shu asosdan xayr bo'lsin. Xolajon, mana shu ko'mak hamkorlik va shu joylar tarafidan hammasi shu o'zimizda ishlab yurgan, ko'rgan, hamma mana shu qo'lini kafi bilan zahmati bilan topib berapti sizga. Mana shu Najibullajonni ko'ziga varizi bor ekan. Men doktorlar bilan gapiraman. Inshaalloh buni ko'ziga bir doktor omadaliligini oladi, inshaalloh yuborib qo'yamiz. Salomat bo'ling xolajon, sihat bo'ling. Duo bering maqsaddan. Nima? Aziz do'stlar, mana ko'rasizlar, o'tgan kun Najibullajonni men bozordagidan, shohirdagidan topib oldim, musohibalarni ham o'qidim va o'sha mushkulotlarga doktorga tadavo qilibdi. Mana doktorlar asnoda bor hammasi. Bu bechoraning o'sha mushkulotlari uchun, o'sha ko'zini amaliyoti uchun biron doktor hamkorlik qilsa, inshaalloh bu do'stimizda ko'zlari amaliyot bo'lsa bildingizlarmi? Ha, mana bu ukalari, ayni ikkalari ham fikr qilinglar majnun, birodarlar majnun. Xo'p, tashakkur sizlardan ham hamkorliklaringizdan va ko'maklaringizdan. Sog' siz salomat bo'ling. Mana bu شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل